vaqtda o'tgan mavsumda tarkib sekin-asta yoshartirilganda barqarorlik yetishmasdi. Ayrim uchrashuvlarda himoyada o'ynashadi, kerak bo'lgan paytda hujumda faollashlari talab etiladi. Oq-qoroqqa to'p qoldirildi, o'ng oyoqda berilgan, chap oyoqda berilgan zarba. Ruben Sanchez so'nggi zarbaga aniqlik yetishmadi. Vaholanki biz 5-daqiqada hisob ochilganligini ko'rishimiz mumkin edi. Xurshid G'iyosov o'zi sal noqulayroq holatda, e'tibor bering. Atrofda raqiblar bor. To'p darvozaga yuzlanib turgan. Neftchi vakillar to'pni egallab olishdi. Iskandarov chap qanotda darhol Farruh Sayfiyev hujumga qo'shilyapti. Unga to'p yetkazib berildi. Sayfiyev to'pni markazga, bu yerda Zoran Marshich hujum davom etadi. Maydonda saqlab qolmoqda Sayotov. Hujumni yana bir bor ko'ramiz. Sayfiyev paslatib uzatdi. Marushichdan o'tib ketib qolgan ekan. Bo'lmasa Aliyev qaytardi. Keyin esa baribir hujum davom ettirdi. Neftchi mana bu yerda bahsni esa aslida Xurshid chap qanotda boshlaganda, o'ng qanotdagi Sobirjonov chapga o'tdi. Sobirjonov, Papava, yaxshi Sobirjonov 1-1. 22-daqiqada, ammo ofsayd deya baholanmoqda, lekin var bor qadrli do'stlar. Var bor. Zo'r kombinatsiya chiqdi. Mana e'tibor bering, to'p uzatilayotgan pallada markazda Neftchining futbolchisi qolib ketdi. Juda yaxshi namoyish etib berishdi, to'xtatilgan holatda. Markazda qolib ketgan o'yinchi esa Boyan Tigr edi. Xo'sh, vardagilar qanday qarorga kelishdi? Mana ko'ramiz. Menimcha hammasi a'lo darajada. Vaqtida to'pni uzatib berdi. Timur To'xtasinov shundan kelib chiqqan holda nuqtaga ishora qildi. Ishora qilish kerak ham edi. Chunki yaqqol ko'rindi ofsayd yo'q ekanligi u yerda. Gol inobatga olinyapti qadrli do'stlar. Hisob ochildi. Qaror varda gol. 1-0. Zo'r vaqtini bilib turib Aziz Xolmurodov to'pni uzatdi. Xohlagancha o'ynab bo'lmaydi-da. Qarshi hujum Neftchida. OKMK himoyaga qaytishga ulguradimi? Jamshid Iskandarov ko'rdi darvozabon sal o'ngroq o'tib ketganligini. Xavfli edi. Darhaqiqat ancha-muncha xavfli zarba edi. G'iyosov Xurshid yetib bordi. Darhol ichkariga, bu yerda kim bor? Botir Ali Ergashev to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, ammo Sobirjonov ulgurmayapti. Bo'ldi qadrli do'stlar. 4 daqiqa vaqt yakuniga yetdi. Jamoalar tanaffusga taklif etilmoqda. Sobirjonov yagona gol muallifi, juda ham chiroyli kombinatsiyani tashkil etishdi. Ofsayd chegarasida. Sanchez emas ekan bu. Xolmurodov edi bu. Mana boya aytib o'tdim-ku, mana Xolmurodov ortga ham qaytmoqda. Markaziy hujumchi himoyaga qaytib kelyapti. Xolmurodov 8-raqam egasiga ahamiyat bering. Wow! 64-daqiqada Abror Ismoilov darvozani ishg'ol etmoqda. Ha, Xolmurodov sezgan ekan. Bejiz emas ekan ortga chekinayotganligi, ortga qaytayotganligi va boya aytib o'tdim, 1-0 hisobi bu ishonib qoladigan hisob emas. Yo'q joydan yuzaga keldi mana shu gol. OKMK to'p nazoratiga ega edi. OKMK navbatdagi hujumni boshlash uchun shaylanayotgandi. Birdaniga to'p yo'qotildi. Abror Ismoilov vaziyatni gol bilan tugatdi. Farg'onalik ishqibozlar, ular ham kamchilik emas. Papava to'pni oldirib qo'ygan ekan u yog'iga, to'g'ri qilibdi, qarang. Jamoadoshlar yetib keladigan bo'lsa, ularni poylasa, vaqtni qo'ldan boy berardi. 100% to'g'ri qaror qabul qilibdi Abror Ismoilov. Boshini ko'tardi, oldiroqda bitta sheriga bor edi, unga uzatsa, uni qo'riqlayotganlar bor. Chalg'itgan futbolchi ham bor ekan va mana boshqa rakursdan ko'ramiz. O'ng tomonga hozir bir Neftchining bir o'yinchisi o'tib ketadi. Bilolxon Toshmirzayev edi u. Unga ham chalg'ishdi. OKMK himoyasidagilar
Bundan esa Abror unumli foydalandi. Bruber. Toshmirzayev, Bilolxon bir o'yinchidan o'tyapti. U ham tepib ko'rdi. Mana bunisi hech kutilmagan holat. Yana Abror Ismoilov bir-biridan chiroyli ikkita golni rasmiylashtirmoqda. Abror darvozabon Humoyunshoh Sayyotov bunaqa zarbalarga tayyor emas ekan. Har holda oxirgi ikkita zarbaga tayyor emas ekan. Ana endi tamomila o'zgarib ketdi ssenariy. Tamomila tarozi pallasi boshqa tomonga qarab o'girilib ketdi. Muqimjonov to'pni keraklicha uzoqlashtira olmadi. Bu nima edi o'zi aslida? Aniq darvoza tomon tepilgan to'pmidi? Trayektoriyaga ahamiyat bersangiz, mana shunday xulosa keladi. Yoki sheriklarga to'pni yetkazmoqchi bo'ldi-yu, to'p yo'nalishi darvozaga bo'lib qoldimi ekan? Ammo zo'r tushdi o'zi ham to'p. Abrorning yuziga qaraylikchi. Bilasizmi, bir qarashda atayin darvozani nishonga olganga o'xshab, istasangiz, istamasangiz kayfiyatga ta'sir o'tkazadi. Ajoyib. Ahmadaliyev markazga zarba beradigan o'yinchi topilmayapti. Nuqtaga ishora qildimi hakam? Yo'q. Nuqtaga emas bu. Ahmadaliyev o'rtaga nimadan? Uni almashtirganlaridanmi? Yoki jamoasi yutqazayotgandami? OKMK 2-2 hisobni tenglashtirmoqda Islom To'xtaxo'jayev. Bu yetarli emas OKMK uchun. Yigitlar ortga deyapti. Yana o'ynaymiz, yana harakat qilamiz deb. Boya eslab o'tgandek, OKMK joriy mavsumda ham comebacklar egasiga aylanayotgan jamoa bu. O'zi bunaqa o'yin, shunaqa gollarni taqdim etish kerak edi bizga. Ko'p gollar ko'rishimiz kerak edi. O'zi ham tushunmay darvozaga kiritib yubordi shekilli. Mana bu holatga qarang. Ruben Sanchesning fonida. Oyog'iga kelib qoldi To'xtaxo'jayevni, to'g'ri qo'ydi oyog'ini. Yana ozgina qo'shib beradimi? Yo'q, qo'shib o'tirmadi Timur To'xtasinov. Hatto bir necha soniya yetmadi ham. Bahs tugadi qadrli do'stlar. Oson bo'lgani yo'q. 2-2 hisobi bilan uchrashuv tugadi. Vitaliy Levchenko, Mirjalol Qosimov.